Uying chiroyli ekan. Rahmat. Xo'sh, nimalar qilyapsan? Вообще o'zgarib ketibsan. Nima qilyapsan? Etbetda ishlayapsanmi? Diplomim bor, lekin erim ishlatmaydi. Hatto ko'chaga ham chiqarmaydi, magazinga ham hech qayerga bora olmayman. Qamab qo'ygan uyga. Как всегда, o'zbek erkaklari. Hammasi rashkchi. Yaxshi bolang bormi? Yo'q, tushib qoldi. Yaxshi bo'pti. Nima keragi bor bolani? O'zingni sev, mazza qilib yasha. Axir ayol kishisan. Sevib yashashing kerak. Mazza qilasan, bola ham bo'ladi, siqilma. Lekin sen hali ham chiroylisan. Yo'g'ay. Mani qo'y. Amerika qalay? Amerika? Вообще zo'r. Orzular mamlakati. Mazza qilib, kayf qilib yashaysan. Erkin hayot. Havas qilma. Ha, shunaqa bir haftaga ish bilan keldim. Bir haftada bitqizaman, ketaman. Gostinsada yashayman, sen qo'ymading. Yaxshi qilibsan. Uzr, seni ham ovora qildim. Yo'q, nega ovora bo'laman? Qaytanga yaxshi bo'ldi. Uyda bitta o'zim qamalib zerikib ketdim. Toshkentga aylanmaymizmi? Yo'q, men erim qo'yib yubormaydilar. Magazinga chiqsam ham yo'q deydilar. O'zlari olib kelib beradi hamma narsani. So'rab o'tirasanmi? So'rama, ketdi. Shopping qilamiz, mazza qilib aylanamiz. Zachем yerdan so'rab, oram kelaveramiz. O'zim mehmon qilaman. Grif. Ke, undan ko'ra Toshkent ovqatlari sog'ingan bo'lsa kerak. O'zim shirin ovqat qilib beraman, ha? Qo'y, ovora bo'lma. Ovorasi bor ekan, hozir o'tirib tur. Qizim, Allo. Da, mam. Men keldim. yaxshi yetib oldingmi? Xavotir olmang. Yana biron ishkalla boshlab yurmagin. Sendan xavotir olaman, bilasan-a? Men oldingidek emasman, xavotir olmang. Ishkal qilmayman. O'zgarganman. Seni yaxshi ko'raman. Orqangga tezroq qayt. Mayli qizim. Bo'pti. Erim keldi shekilli, hozir. Bor. Tanishing, dugonam Klara. Xo'jayinim Ali aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsiz mehmon. Hozir o'rtoq. Ha, kelishgan ekanmi? Bu safar omadim keldi shekilli.